Assalamu alaikum muhacirat qarindoshlar. Mening ismim Salahiddin Ahad. Sharq Turkistonning Qashqardan bo'laman. Men hozir Burmada yashayapman. Men bugun ikki akam bir inimningki Xitoy kommunist terroristlari tarafidan lagerga tutib ketilganligi, keyin hammasininki 10 yildan 12 yilgacha hukm qilinganligi to'g'risida guvohlik bermoqchi. Çoğun akam Toxtahun Ahad 46 yaş tutup ketilişten burun Ürümçi'de dükkan açattı. İkinci akam Hacim Ahad, bu akam ilgirikin yavaş akam bu ömrü dehqonchilik, bağvanchilik, chorvachilik bilan o'tgan. Inim Ro'zahun Ahad 33 yaş. Bu inim tutup ketilishdan burun Ürümçi'de çoğun akamga yordamlashib dükkan açattı. Men bularninki xabarini bevosita aloqalamaganligim uchun vatan ichi va sirtidagi urug' tuqqanlarimninki yordamida bularning xabarini 2016-yili oldim. 2016-yili çoğun akam Toxtahun Ahadni 3-oyda lagerga tutib ketgan. İkinci akam Hacim Ahadni 2016-yili 6-oyda tutib ketgan. Bu çağda enim Ro'zahun Ahad her kuni atdiganda yeziliq hukumatga kelib siyosiy o'g'inish qilib kechqurun uyga qaytib ketgan. Keyin unimi 2016-yilining oxiri, ya'ni 9-10 atrofida unim tutib ketgan. Ondan keyin men hozirgacha bularni o'tgan yakshanba kunigacha bularni shu Xitoyning lagerida turyotidi deb biletdim. O'tgan yakshanba kuni mushu lagerdagi qarindoshlarimga guvohlik berish to'g'risida vatanning sirtidagi chet eldagi yaqinlarimga maslahat solsam, bularning birisi guvohlik berishdan burun hozirgi haqiqiy ahvolni bilish kerak. Bularning hammasi allburun 10 yildan 13 yilgacha kesilib ketgan. Sizga ig'i kelmasin deb men hozirgacha aytmagan dedi. Bu haqiqatan men ig'i keldi. Ig'i kelganlikdan hozirgacha 2-3 kungacha men shu guvohlik berish videosida so'z qilib bo'lmadim. Haqiqatan har qanday bir insonga ig'i keladigan ish bu. Xitoy terroristlari Sharq Turkistonning igi so'qqanligimiz uchun biz Uyg'urlarga xohlagancha zulm qilyotdi. Men ularninki 10 yildan 12 yilgacha nima uchun kesilib ketganda, nima sabab bor deb vatanning sirtidagi urug' tuqqanlarim, do'st birodarim orqali bularni qattiq surishti qildim necha kun yog'i. Surishti qilsam bularda hech qanday u 10 yil 13 yil kesilgidek gunoh yo'q ekan. Ularninki gunohsizlik to'g'risida balki men uchurga ega bo'ldim. Ya'ni 2015-yili çoğun akam Toxtahun bilan inim Ro'zahunni Ürümçidan Qashqarga bular chaqirib ekkagan. Ekkagandan keyin bir ikki oy bulardan odatda bular uyda turib, saqchilar chaqirganda kelib, so'g'an savollarga javob berib qilgandan keyin bo'ldi, Ürümchi qaytib ketib dukkanini ochinglar degan. Dükkan açıyotgandan keyin 2016-yil yana qayta tuyuqsiz chaqirib, ashna lagerga tutib ketgan. Agarda bular undaq 10 yil, 12 yil kesilgidek bular bir xatolik, bir jinoyat bo'lgan bo'lsa, o'zing bilisizlar qarindoshlarim, Xitoylar bir insonga, bir Uyg'urga gumonlanib qolsa, Xitoylik kech kunduz demay qurolliq bostirib kelib tutib ketdi. Mana bu bularning gunohsiz ekanligining isboti. Agarda bularda bir jinoyat, bir xatolik bo'lgan bo'lsa, 2016-yili bularning hammasini bir aqlam bostirib uyga kelib tutib ketdi. Bularning manbumi bularningki gunohsiz ekanligining isboti. Faqat Xitoy kommunist terrorchilari xohlagan vaqtda tutib, xohlagan vaqtda lagerga ketib, xohlagancha biz Uyg'urlarga Sharq Turkistonningki igi so'g'anligimiz uchun ham xohlagancha bularga hukm qilib, mushunaq terrorlik qilmishlar bilan vatanimizdagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni xohlagancha bostirayotdi bular. Bularninki Xitoy kommunist terrorchilari deb atishimning sababi meningki 3 qarindishimni turmuga 10 yil 12 yilgacha hukm qilganlik uchun kesib ketganlik uchun men hissiyat qitayinib mandalam demayapman. Men ilgari Amerika hukumat xodimlaridan
terrorchi degan kim o? Mang bir tushuntirib turinglar. Terrorchi degan qanday edem deb so'g'andim. So'sam ular terrorchi degan begona odamlarni o'ltiradigan, kishilarga tahdid soladigan, kishilarning qalbiga qo'rqinch, vahim soladiganni biz terrorist deymiz deb mangdam tushundigandi. Aziz qarindoshlarim, Xitoy kommunist terrorchilarininki buningdan necha terrorlik qilmishi va agar dunyoda terrorchilarni tadqiq qilib, terrorchilarni tekshirib baho beradigan bo'lsa, Xitoy kommunist partiyasi chempion bo'ladi. Terrorchilarning birinchisi bo'ladi. Lekin bularninki xalqarodagi ta'siri, kuchi, iqtisodiy sababli dunyo bularga sukut qilyotidi. Bularninki Sharq Turkiston xalqini xohlagancha bostirishi, xohlagancha lagerlarga solishi, xohlagancha hukm bilan qilib turmuga o'tkishi, xohlaganini o'ttirib o'ligini birishi, bamislik degandek hamma ishlarga bularninki xalqarodagi ta'sir sababli dunyo bularga sukut qilyotidi. Qarindoshlarim, muhojiratga barliq qarindoshlarim, hammamiz birlashib, bir niyat, bir maqsadda Xitoy kommunist terrorchilaridan shu vatanimizdagi mazlum xalqlarimizni qutqizishga otlanaylik qarindoshlarim. Endi atlanmasak qachon atlanamiz qarindoshlarim? Bular Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni bular etnik qirg'inchilikni elib beradi. Allabirun boshlab qo'ygan bular. Men qo'limdan kelishicha mush qarindoshlarimga qo'limdan kelgan sababni hammani qilyaptim alhamdulillah. Mush yili 5-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayininki Amerikadagi kishilik huquq faoliyatchisi Zubayra xonimga 3 qarindishimning ma'lumotini aytib berdim. 6-oyning 29-kuni Amerikadagi kommunistlarninki qurbon bo'lib ketgan kommunistlarning ziyonkashlikka uchraganlarni qo'g'dash, himoya qilish tashkilotiga Roshan Abbas xonimning tarjimonligida yordamida men bu 3 qarindishimninki lagerda ekanligi to'g'risida guvohlik berdim. Buning sababi men xalqaroga guvohlik berishdi. Mening maqsadim xalqaroga Xitoy terrorchilarining, Xitoy kommunist terrorchilarining aqd bashirisini xalqaroga oshkorlash edi. Men shu chog'da 3 qarindishimning lagerda ekanligi, Sharq Turkistondagi hozir lagerda qanchalik odam borligi, lagerning umumiy ahvoli, Sharq Turkistonninki hozirgi yaqinqi umumiy ahvoli, Xitoy kommunist terrorchilarininki Sharq Turkistonda elib borayotgan terrorlik harakatlarini tafsili deb bergandim. 6-oyning 29-kuni, lekin hozirgacha xabar chiqmadi. Shundoq bo'lsa-mu, shu kommunistlarninki ziyonkashlikka uchraganlarni himoya qilish tashkilotiga men bu xabarni yetkazganligim, bu ma'lumotlarni yetkazganligim uchun alhamdulillah men endi hech qanday ko'nglim yerim bo'lib ketmadi xabar chiqargan bo'lsin. Balki bundan keyin chiqarib qolar deb umidlanib turibman. Shunga dunyoning har qaysi joylaridagi barliq qarindoshlarimni hammaylar birlashib Xitoy terroristlarining, Xitoy kommunist terroristlardan lagerlardagi, turmalardagi qarindoshlarimizni qutqizishni, umumiy Sharq Turkistonni Xitoy kommunist terroristlardan ozod qilish to'g'risida hammamizning birlikda bir niyat, bir maqsadda hamkorlashishini va birlik otlanishini, muhojirat qarindoshlarimninki vatandagi urug' tuqqanlari to'g'risida hammalarning guvohlik berishini so'rayman. Xayr, assalomu alaykum. Allohga omonat qarindoshlarim.